بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك Allohni qo'yib sizlarga na foyda va na ziyon keltira olmaydigan boshqa kishilarga, boshqalarga duo qilmanglar. Alloh taolo marhamat qiladi Yunus surasida. Bugungi suhbatimizning mavzusi duo. Duo nima? Duo bu ibodat. Duo bu suyanishlik. Duo bu so'rov. Duo nido. Duo so'z. Duo bu hamd sano maqtov. Duo avvalambor ibodat deb aytdik. Kishi duo qilishlik bilan o'zini duo qilinayotgan, so'ralayotgan tomonga faqirligini, muhtojligini, xorligini tan olishligi. Kishi Robbisiga duo qilar ekan, o'zini Allohning beradigan yaxshiliklariga muhtojligini, o'zini zaifligini va mana shu muhtoj bo'lib turgan narsasiga faqat Alloh subhanahu va taologina qodir ekanligini tan olishligi hamda duo bu iymonning cho'qqisi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyat karimada Allohni qo'yib sizlarga foyda ham ziyon ham yetkaza olmaydigan kimsalarga duo qilmanglar dedi. Demak, ibodat faqat Allohga bo'lar ekan, duo ana shu ibodatning bir ko'rinishi bo'lganligi uchun Allohdan boshqaga duo qilayotganlar, Allohdan boshqaga sig'inayotganlar qatorida bo'ladi. Nauzubillah. Duo bu bandani suyanishligi. Alloh taolo shunday bir marhamat qiladi: "Vad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sodiqin." Mushriklarga Muhammad alayhisalom Qur'on oyatlarini o'qib berib, bu Allohning kalomi ekanligini aytganda, ular bu Muhammad o'zi yozib olgan yoki falon joydagi bir Rahman ismli bir kishi unga o'rgatyapti deyshar edi. Alloh taolo ularga xitob qilib, agar sizlar biz bandamizga tushirgan narsadan, Qur'ondan shak shubhada bo'lsangizlar, u holda shunga o'xshagan birgina sura keltiring va Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring agar rostgo'y bo'lsangiz. Alloh taolo mushriklarga agar qo'lingizdan keladigan bo'lsa shunda yozishlik, yordamga Allohdan boshqa insu jinni hammasini yig'ing dedi. Duo yordam so'rashlik. Duo bu savol dedik. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum dedi Alloh rahmat qilib. Parvardigorimiz duo qilinglar, men ijobat qilaman dedi. So'rashlik Alloh taologa bo'ladi. Suyanishlik Alloh taologa bo'ladi. Qo'rqishlik Alloh taolodan bo'ladi. Inobat faqat Allohga nisbatan bo'ladi. Jannatiylar jannatga kirar ekan, bir-birlariga da'vahum fiha subhanaka Allohumma va tahiyyatuhum fiha salam. Alloh azza va jallaga biror narsani so'ramoqchi bo'ladigan bo'lsa jannatiylar subhanaka Allohumma der ekan. Bu duo bo'ladi va Parvardigorga so'zlashlik bo'ladi. Ulamolar aytadi, Alloh menga so'zlasin desa bir kishi Qur'on o'qisin. Chunki Qur'on Alloh taoloning kalomi bandalariga yuborgan, Qur'onda eshitar ekan, Alloh unga so'zlaganligini topadi. Endi Allohga gapi bor odam bo'lsa, namoz o'qisin va orqasidan duo qilsin deydi. Qo'lingizni ochib Allohga duo qilib turgan paytingizda Alloh bilan gaplashayotgan bo'lasiz. Alloh taolo bilan gaplashlikda mana duo dedik. Mana duolarda eng bir ulug'laridan Ibrohim alayhisalomning sunnatlaridan qolgan bir sunnatki munojot degan ibodatni aytib o'tganmiz. Kishi Robbisi bilan xuddi Robbisini ko'rib turganda qanday gaplashishligi mumkin? Xuddi shunday gaplashishligi munojot deyiladi. Agar inson mana shu ibodatni huzur halovatini topadigan bo'lsa, ko'proq yolg'iz qolishni xohlaydigan bo'lib qoladi. Duoni albatta hammamiz qilamiz. Har bittamiz duolarimizning ijobat bo'lishligini xohlaymiz. Hech kim noumid bo'lishni xohlamaydi. Mustajob bo'ladigan duo egalari kimlar? Qaysi kishilarda duolarini Alloh taolo ijobat qiladi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga xulosa oladigan bo'lsak, ulardan shunday bir xulosa chiqarsak bo'ladi. Birinchidan, mustor odamning duosi ijobat bo'ladi. Qiyinchilikka tushgan, mashaqqatga tushgan, Allohni o'zigagina yig'layotgan kishi o'rtaga hech kimni qo'ymas ekan, Allohdan boshqa hech kimdan umid qilmasdan duo qilar ekan, albatta duosi ijobat bo'ladi. Ikkinchisi, mazlum odamning duosi ijobat bo'ladi. Agar u kofir bo'lsa ham. Bir kishi ikkinchi kishi zulm qilar ekan, zulm ko'rgan kishi shu odamning haqqiga duo ibodat qilar ekan, duosi albatta ijobat bo'ladi. Yana qaytarib aytamiz, agarchi bu odam kofir bo'lsa ham, ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosi ijobat bo'ladi. Odil imomning duosi ijobat bo'ladi. Solih kishining duosi ijobat bo'ladi.
ota-onasiga yaxshilik qiluvchi bo'lgan farzandning ham duosi ijobat bo'ladi. Ro'zadorning duosi ijobat bo'ladi. Musulmonni boshqa bir musulmon birodarga g'aybdan, zohiril g'aybdan qilgan duosi ijobat bo'ladi. Va modomiki musulmon gunoh, ma'siyatga yoki qotil rohimga duo qilmas ekan, u musulmonning ham duosi ijobat bo'ladi. Gunohlardan tavba qilmoqchi bo'lgan odamning duosi ijobat bo'ladi. Hamda musofirni duosi ijobat bo'ladi. Mana quyida 11 ta duosi ijobat bo'ladigan odamlarni ro'yxati aytilindi. Endi quyida hadislarga quloq solamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan? Duosi ijobat bo'ladigan odamlarni sanab o'tdik. Endi duo qilishlikdagi ba'zi bir shartlar bor. Mana shu shartlar bizda bormi? Mana hammamiz duo qilamiz. Ijobat bo'lishligini xohlasak, ijobat bo'lishlikda shartlarini qoyim qilishimiz kerak. Hammamizga kerak narsa bu. Chunki duo ibodatmi? Ibodatni qabul bo'lishini xohlaymizmi? Tahoratimiz bo'lmasa, o'qigan namozimiz qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, kun hali botmasdan turib, og'zini ochib olgan kishining ro'zasi qabul bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, biz duo qilsak-ku, duoning ijobat bo'lishlik shartlarini bajarmagan bo'lsak, duolarimiz ijobat bo'lmaydi. Birinchidan, duo qilayotgan odam qalbida faqat ixlos bilan duo qilishligi kerak. Alloh taoloning o'zigagina duo qilishlik kerak. Chunki agar bandalarim men haqimda sizdan so'rasa, ey Muhammad alayhisalom, ayting, men ularga yaqinman. Allohni qo'yib, sizlarga foyda ham, ziyon ham keltirmaydiganlarga duo qilmanglar, deyapti. Qo'lni ochganda, "Ey Parvardigorim" dedi, bo'ldi. O'rtaga pirlar, avliyolar, ota-bobolarning ruhlari, bularni qo'shishlik shirk bo'ladi. Ota-bobomiz ruhi qo'llasin. Davud pirim qo'llasin. Bilamiz shunaqa bir narsalar keng yayilib ketgan. Albatta bu ilmsizligimizdan paydo bo'lib qolgan biz o'rtamizda. Duo faqat Allohga qilinadi. Agar mana shu Allohga qilinayotgan duoda ichida opa-dadamizmi, pirmi, qaysi avliyo kirib qoladigan bo'lsa, bu duo albatta ijobat bo'lmaydi. Balki bu bilaks shirkka olib boradi. Ikkinchidan, duoda ijobat bo'lishining sharti shu duo qilayotgan kishi Allohning buyruqlarini bajarayotgan va gunoh, ma'siyatdan tiyilayotgan bo'lishi kerak. Bir duo qilib qo'yaman haqqingizga deyotgan kishini bir qator qarab qo'yaylik kimligini. Albatta yaxshi duo qilgan, lekin duosi ijobat bo'ladigan odamlarda bitta sifat shu ekanki, amr ma'ruf nahiy munkarda Allohning buyruqlarini qiladi, gunohlardan tiyiladi. Chunki gunohni qilmasdan qilib yurgan odamni, harom yeyotgan kishini duosi ijobat bo'lmasligi haqida mana hadislar bor. Uchinchidan, kishi duosi ijobat bo'lishligi uchun yegani, kiygani, ichgani halol narsadan bo'lishligi lozim. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam, ana hozir sharhini o'qiymiz. Musofirning duosi ijobat degan, lekin safar uzoqligidan yegani harom, ichgani harom, kiygani harom bo'lib ketdi. Duosi qanday ijobat bo'lsin buni deydi. Duosi ijobat bo'ladigan musofir agar luqmasi harom bo'ladigan bo'lsa, kiygan kiyimi, ichgan sharobi harom bo'ladigan bo'lsa, duosi ijobat bo'lmaydi. To'rtinchidan, bir duoni qilib ijobat bo'lishligidan oldin inson tomonidan savobli amal qilishligi kerak. Ota-onaga bir xizmat qilindi, orqasidan duo qilindi. Inshaalloh ijobat bo'ladi. Kambag'al bechorani boshini siladik, yetimga muruvvat qildik, savobli ish bo'ldi. Ya'ni uyingizga bir odam kelib bir xizmatingizni qilib turib, pulini ber desa, albatta berasiz. Endi aksincha kelib turib bir narsani buzib qo'yib turib pul bersa nima deysiz? To'ylarda Alloh saqlasin, bir johil to'ylarda oldinglarga qo'yilgan qadahlarda olinglar, kelin kuyovga baxt tilaylik deydi. Tilashlik nima? Bu duo edi bu. Duo kimga qilinardi? Allohga qilinardi. Allohni g'azablantiradigan, ma'siyatga to'lgan majlisda bu 2 yoshli baxtsizlanyapti. Duo qilishlikdan burun birodarlar 5 so'm sadaqamidi. Ota-onamizni bir xizmatimidi. Savobli ish qilib turib orqasidan duo qilsak, ijobat bo'lishi shartlaridan bittasi shu bo'ladi. 5-inchisi, inson pokiza bo'lishi kerak, tahoratli bo'lishi kerak. Duoning odoblaridan. Mana keyingi banda o'tamiz. Duoni ijobat bo'ladigan bir vaqtlari bor. Muborak vaqtlar. Bu Arafa kunida duo qilishlik, Ramazonda duo qilishlik, Juma kunida duo qilishlik, sahar vaqtida duo qilishlik. Va bil asharihum yastaghfirun. Allohning solih bandalari saharlarda Allohga istig'for aytib duo qilishadi. Duoni odoblaridan bittasi shuki, insonni ba'zi bir holatlari ham duoni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Sajda qilib turgan holatda. Aqrabu ma yakunu abdu min robbihi va huwa sajid dedi Rasululloh. Bandani Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati peshonasi yerga tegib sajda qilib turgan holati.
Subhan robbiyal a'loni aytib bo'ldingizmi? So'rang siqqanicha. So'rang, malollangunizcha so'rang. Payg'ambarimiz aytadi, sizlar so'rab malollanib ketasizlar, lekin Parvardigoringlar eshitib malollanmaydi deydi. Bandasidan so'raganimizni yomon ko'rsa, Parvardigorimizdan so'raymay qo'ysa yaxshi ko'rmaydi bizni. So'rang. Agar hojatingizni hammasini Allohning o'ziga aytib olsangiz, bandasiga aytadigan so'zingiz qolmaydi. Shunday emasmi? Dardingizni, shikoyatingizni to'kingiz Allohga. Yuragingiz bo'shadi. Bandasiga nima qoladi? Shirin gapingiz qoladi, shirin muomalangiz qoladi. Hadab kelib ming'illab shikoyat qila olmaysiz. Duoni ijobat bo'lishi odoblaridan bu qiblaga qarab qo'lni ko'tarib turishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Arafotda shomgacha qo'lini ko'tarib osmonga duo qilib turganligini rivoyat qiladi sahobalar. Badr g'azotida Allohdan nusrat so'rab payg'ambarimiz shunday qo'lini osmonga ko'tardiki, yelkasiga tashlab olgan ridolari tushib ketdi. Qo'lni ko'tarib osmonga ko'kka cho'zib Allohdan so'rashlik duoni odoblaridan hisoblanadi. Yana odoblaridan kishi duoni oshkor ham, maxfiy ham aytmasligi. Mana shu ikkitasini o'rtasida pichirab duo qilib so'rashligi. Chunki Alloh taolo o'zi aytadi: "Ud'u robbakum tadarruan va xufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Alloh taolodan qo'rqgan holda, Alloh taolodan umid qilgan holda, ya'ni maxfiy holatda. Bir yo'li ichingizda ham emas, bir yo'li oshkora ham emas. Pichirab so'rang. Mana shu duoni odoblaridan. Yana odoblaridan kishi duo qilayotganda oshiqcha takallufga berilmasligi. Ya'ni so'zlarni terib, qofiyali qilishga harakat qilib, bir chiroyli qilib, rang-barang qilib duo qilishlik emas, boricha. Boricha tilingizga nima keldi? Nima keldi? Ba'zi bir odamlarda qofiyalik, davomli qilib duo qila olmaysiz, lekin bori kelyaptimi? Allohga shu narsa yoqadi. Oshiqcha takalluf 10 yil kitob o'qisiz ham o'sha duo qila olmaysiz. Lekin kerak emas unaqa duo qilishlik. Borini so'rang Allohdan. Parvardigor ichingizdagi narsani bilib turadi. Musa alayhisalom Allohga duo qilar ekan, Parvardigoro, men seni beradigan yaxshiligingga muhtojman dedi. Alloh akbar, bo'ldi. Alloh beraverdi. Atini aytmadi. Duoni odoblaridan kishi ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilishlik lozim bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: Allohga duoinglar ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilinglar. Zero Alloh qalbi g'ofil kishining duosini ijobat qilmaydi. O'zimizni bir qator savolga tutib ko'raylik-da. Qo'limizni ochganda shu qoraka duoni cho'zvordi demasdan, qalbimiz bilan, qalbimiz shu yerda tirik turib so'rayapmizmi yoki esnab turib duo qilyapmizmi? Duolarimiz ijobat bo'lmasligiga yoki kechishligini savollardan bittasi qalb tirik emas. Ijobat qilishiga aniq so'rashlik kerak. Ro'parangizda ikkita odam turibdi, bittasini qo'lida hech narsasi yo'q, so'rasiz bera olmaydi, ikkinchisida bor, berishi mumkin. Ikkalasidan so'rashingiz bir xil bo'ladimi? Nomiga bundan so'rab qo'yasiz. Lekin ikkinchi odamda berishligiga umid qilganingiz uchun, ya'ni dardingizni ko'paytiribroq, kuchaytiribroq, ishontiribroq gapirishga harakat qilasiz. Allohga duo qilayotganda ijobat bo'lishligida shubha qilmasdan duo qilishlik lozim bo'ladi. Duoning odoblaridan yalinib Allohga yolvorib duo qilishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyati. Duo qilsa bitta kalimasini 3 martadan qaytarardi. Bir narsani so'rasa 3 martadan so'rar edi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duosi ijobat bo'ladigan zot. Yalinib, yolvorib 3 martadan kalimasini qaytarib, 3 martadan aytib so'raganda biz necha marta qaytarishimiz kerak? Duoni boshlashlikda Allohga ham Payg'ambar alayhisolamga salovat bilan davom etkazishlik va duoni oxirida payg'ambarga salovat aytishlik bilan tugatishlik duoni odoblaridan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bandalarim sizdan ey Muhammad alayhisalom, men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Va haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar, menga iymon keltirsinlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda muttafaqun alayhi shunday deydi: Inna Alloh azza va jalla yaqul ana 'inda zonni 'abdi bi va ana ma'ahu idza da'ani. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida shunday deydi: Men bandamni gumonidaman. Nima degani? Meni duoyim ijobat qilmaydi Alloh deydi. Uniki ijobat bo'lmaydi. Aniq ijobat qiladi Alloh dedi, uniki ijobat bo'ladi.
Alloh meni duoimni eshitmaydi deydi. Men eshitmayman unikini deydi. Alloh duoimni eshitadi deydi, eshitaman deydi. Bandam meni qanday gumon qilsa, qanday o'ylasa, men shuman. Agar duo qilsa ijobat qilaman dedi. Biz ham duomizni eshitamikin Xudoyim. Biz ham duoimizni ijobat qilamikin Xudoyim deyotgan, shubhada duo qilayotganlarning duosi hech qachon ijobat bo'lmaydi. Kishi Allohning ijobat qilishiga shubha qilmasdan duo qilishi lozim bo'ladi. Bir kishi qalbi bilan tirik ijobat bo'lishiga ishonib duo qildi. Duo qildi, kelavermayapti hadeb. So'rayotgan narsasi. Ko'p bo'ladi bu narsa. Kelavermayapti-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil." Faqala ya'jal. Qad da'awtu falam yustajab li. Ichiladagi bitta odam shoshilmas ekan, shoshiltirmas ekan, albatta ijobat bo'ladi duosi. Qanaqa qilib shoshiltiradi? Ha, Allohga duo qildim, ijobat qilmadi. Bo'ldi, ijobat bo'lmaydi endi. Ehtimol ertaga kelardi. Ehtimol indinga kelardi. Endi kelmaydi. Chunki duo qildim, ijobat qilmadi deb turib, Allohdan noumid bo'ldimi? Bu kishining duosi ijobat bo'lmasligi aniq. Bizning ishimiz duo qilib so'rab qo'yishlik. Berish Allohning ixtiyoridagi narsa. Chunki biz duo qilar ekanmiz, albatta 3 ta narsadan bittasiga albatta yetishamiz. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis Abi Said al-Khudri roziyallohu anhudan. Banda duo qilar ekan deydi Rasululloh. Albatta 3 ta narsadan bittasiga yetadi. Yo so'ragan narsasini tezlik bilan oladi, yoki oxiratga olib qo'yiladi, yoki so'raganchalik narsani ziyonidan Alloh tiyib qo'yadi. Million so'radingiz, Alloh xolasa beradi. Xolasa millionni hisobda oxiratga olib qo'yadi, xolasa millionni ziyondan nima qiladi? Mana uchala holatdan qaysinisida biz yutkazyapmiz, aytinglarchi? Uchalasida ham yutyapmiz. Dunyoda bersa ham yutyapmiz, oxiratga o'tkazib qo'ysa ham yutyapmiz, millionni ziyondan tiyib qo'ysa ham yutyapmiz. Demak, bandalar duo qilishligi o'zlarining foydasi. Imom Muslim rivoyati Abu Dardo roziyallohu anhudan musulmon odam boshqa bir musulmon birodarini zohiril g'oyibdan, ya'ni yonida turmasdan boshqa joyda turgan paytda haqqiga duo qilar ekan, yonida bitta farishta turadi. Amin. Amin. Aytganing ijobat bo'lsin, senga ham birodaringga so'ragan narsa bo'lsin deb turadi. Endi bir kunda necha marta o'zimiz haqqimizga duo qilamizda va necha marta g'aybda bo'lgan, bizni oldimizda bo'lgan birodarimiz haqqiga duo qilamiz. Safarda, tirikchilikda, boshqa bir mamlakatda yurgan bo'lsa. Duoning ijobat bo'lishining shartlaridan kishini luqmasini halol bo'lishiga deb aytdik. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda mu'minlarga dedi payg'ambarimiz. Payg'ambarlarga buyurgan narsani buyurdi. Ya ayyuhar rusul kulu minat toyyibati va amalu soliha. Payg'ambarlarga nimani buyurgan edi? Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yenglar va solih amallarni qilinglar. Endi mu'minlarga nima dedi? Ey iymon keltirganlar, pokiza, biz sizlarga rizq qilib bergan pokiza narsalardan yenglar dedi. So'ngra bir safarga chiqqan odamni payg'ambarimiz zikr qiladi. Musofir odam duosi ijobat. Lekin safar uzoq bo'lib ketgandan kiyimi iflos chiqib ketdi. Najosat edi, iflos bo'lib ketdi. To'g'ri kelgan narsani yeyishga to'g'ri keldi. Luqmas harom bo'ldi. Jasadi harom bo'ldi. Harom bilan o'ralib ketdi. Yana bu banda qo'lini ochib osmonga qarab, ya Rob, ya Rob. Duosi qanday ijobat bo'lsin? Yegani, ichgani, kiygani harom bo'lib ketgan bo'lsa. Qanaqa pul topayotganimizga qaraylik, akalar. Qancha topayotganligimizga emas. Ozgina pul topib turib, halol bo'lsa, umid bilan qalbimizdan duo qilsak, Alloh barakot beradi shu pulimizga. Qanchaligi qiziq bo'lmasin, qanchaligi hech qachon yetarli bo'lgan emas. Buni kattalarimiz yaxshi biladi. Ko'p bo'lganda ham yetmagan, oz bo'lganda ham yetmagan. Insonga hech qachon yetmaydi. Boyagi hadisga qaytadigan bo'lsak, duo qilyapti, so'rayapti, hech kelmayapti-da hali narsa. Hech kim til bilan aytmaydi, men duoim ijobat bo'lmayapti deb. Hayatidan o'tkazib qo'yadi. Mana shu narsadan ehtiyot bo'lishlik kerak. Shuncha yildan beri so'rayapman, bermayapti ya Alloh. Beramikin o'zi degan yuridan o'tib qolmasligi kerak. Aniq ishonib duo qilishimiz kerak bo'ladi. Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu shunday bir chiroyli hikmatli so'zlar aytadi. Insonning boshiga musibatlardan iborat bir dengiz to'lqinlari bostirib kelganda duo bilan qaytaringlar uni. Anas ibn Malik aytadi. Inson bolasi duo bilan hech qachon ojiz qolmaydi va hech qaysi kishi duo qilar ekan halokatga ro'baro bo'lmaydi. Abu Zar G'aforiy roziyallohu anhu aytadi, kishi Allohga duo qilsa, lekin
orqasidan oldidan savobli amal qilmasa, bu xuddi tuzsiz ovqatga o'xshaydi qilgan ishi. Savobli ishni qilishlikdan oldin yoki keyin qat'iy nazar duo qilsangiz, savobli ish bo'lmaydigan bo'lsa, bu tuzsiz ovqat bo'ladi deydi. Gunohni qiladi, duoni qilaveradi. Namoz o'qimaydi, duoni qilaveradi. Haromdan pul deyaveradi, duoni qilaveradi. Bu odamning duosi ijobat olmaydi. Albatta oldida yoki orqasida savobli amal bo'lishligi lozim bo'ladi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu aytadi, kim o'zini gunohkorligini tan olayotgan bo'lsa, Allohning mag'firatiga ro'baro bo'ladi. Kim Allohga qilgan toatini minnat qilmasa, jannatga daxil bo'ladi. Kim Allohga ixlos bilan qo'l ko'targan bo'lsa, duo qilgan bo'lsa, albatta Alloh uni ijobat qiladi. Duo bu haqirlik, bu bandani xorligi deb aytdik. Shu inson Allohning oldida o'zini xor tutib, qo'lini ochib duo qilar ekan, albatta Alloh ijobat qiladi. Faqat shu duo qilishlikda insonning qalbi faqat Allohning o'ziga bog'lanishligi lozim. Ja'far Sodiq roziyallohu anhu oldiga bir kishi kelib aytdiki, menga Allohning buyuk ismlaridan, Ismul Azamdan o'rgatmisizmi? Shu bilan duo qilsam ijobat bo'ladigan bo'lsin duoyim dedi. Ja'far Sodiq roziyallohu anhu xo'p dedi. 5 daqiqa qoldi, sal endi uyg'onib olinglar. Uxlayotganlar. Mana shunday bir qish kuni edi. Sovuq edi. O'rgataman, faqat bitta shartim bor dedi. Kiyimlaringni yechasan, chiqib onovi muzlab turgan hovuzda dedi. Muzda turgan hovuzda cho'milasan dedi. Endi Ismul Azamni o'rgataman deyapti. Ya'ni shunday bir ismki, shuni o'rtaga qo'yib duo qilsa, albatta duo nima bo'ladi? Ijobat bo'ladi. Ya'ni arziydi bu saqotishlikka. Kiyimlarini yechdi, suvga tashladi. Bir muddat suvda turdi-da, shunday suvdan chiqib kelayotgan paytda Ja'far o'zini ashablariga qaytaringlar suvga buni dedi. Chiqmoqchi bo'ldi, uni turtib suvga tushirib yubordi. Har qancha yalindi bularga, har qancha iltimos qildi, muzlab qolaman, o'lib qolaman deb yolvordi. Lekin chiqarishmasdan turtishyapti qaytib. Oxiri o'lishligini sezib qoldi. Muzlab qatib qolishini sezdi-da, Allohga xolis duo qilishni boshladi. Parvardigor, o'zingdan boshqa madodim yo'q. Xolis duo qilganligini eshitgandan keyin Ja'far chiqaringlar dedi. Chiqdi. Kiyinib, sinib o'ziga kelgandan keyin endi o'rgating dedi. Sen o'rganding dedi. Chunki seni chiqarib olishiga mumkin bo'lgan odamlar seni turtayotganligini ko'rganingda Allohdan boshqa hech kimga umid bog'lamading. Yine Alloh seni chiqardi dedi. Xulosa, biz bandalarning orqasidan yurib, bandalarga yalinib, "Moishimni to'rlab berib qo'ying, mana kavimni qilib berib qo'ying" deb yalinib, yolvorib turib, oxirida duo qilamiz. Chunki bu banda sizni hojatingizni ravo qila olmaydi. Bu o'zinikini ham ravo qila olmaydi bu. Qayoqdan o'zigini ravo qilib bersin? Bizni duomiz qachon ijobat bo'lar ekan? Qo'llarimizni ko'kka ko'tarib, hech kimdan umid qilmagan holda, faqat Allohning o'ziga iltijo qilganimizda Alloh ijobat qiladi. Konstantiniyani fathida haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir hadislarda aytadi. Konstantiniyani eng zo'r qo'shin fath qiladi. Naqadar zo'r qo'shin bu qo'shin va naqadar zo'r amir bu amir dedi. Juda ko'p sahobalar, juda ko'p tobiinlar mana shu sharafga yetishlik uchun mana shu Konstantiniyani fathida harakat qilsin, lekin ularga Alloh taolo nasib qilmadi. Muhammad Fatih mana shu shaharni fath qilgan muzaffar qo'mondon 12 yoshlarida eshitar ekan hadisda, o'qir ekan. Men bo'laman mana shu der ekan. Men fath qilaman der ekan. Mo'jjalni barat qo'yyapti. 3 olaman mashina minaman demayapti. Alloh roziga o'sha payg'ambarimiz aytgan sharafga men yetaman dedi. Allohga haqirlik bilan duo qildi. Alloh taolaga o'zini muhtojligini izhor qildi. Zaifligini tan oldi. Allohdan boshqa hech kimga umid qilmadi. Alloh taolo mana shu kishiga nasib qildi. Mana shu shaharni fath qilib, yer yuzidagi eng katta mamlakatda ikkinchisini musulmonlarda qo'lga o'tgan paytda, yer yuzidagi eng boy bo'lgan, eng qudratli bo'lgan podshoh o'zini chodirida sajda qilib turar edi. Yonidagi vazirlardan biri chodiriga kirgan paytda. Kirgan odam haligi Muhammad Fatihni turishini rosa kutdi, lekin cho'zilib ketdi. Muhammad Fatih nima der edi? Allohga o'zini faqirligini izhor qilar edi. Allohga zaifligini izhor qilar edi. Allohga muhtojligini, boshqalarga muhtoj emasligini tan olar edi. Allohni o'zigagina xorlik qilganligi uchun, Allohni o'zidangina umid qilganligi uchun Alloh hech kimga bu kishini muhtoj qilmadi. Allohni o'ziga yig'lasak, boshqa bandasidan umid qilmasak, albatta Alloh taolo birovga xor qilmaydi. Duo Allohga bo'ladi. Duo, umid, suyanish, so'rash Allohdan bo'ladi. Bandasini o'rtaga qo'yishlik
duoning ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Handaq g'azotida 300 ta musulmon bilan qoldi. Ro'parasida 10 mingta qo'shinga qarshi. Allohning o'zidan boshqaga muhtoj bo'lishmadi. Allohni boshqasidan kutmadimdi. Alloh taolo shamol bilan dushmanni nari qilib qo'ydi. 314 ta musulmon mingtadan oshiqroq bo'lgan Badrda mushriklarga ro'baro bo'lib, Allohning o'ziga ila duo qilishuvdi, mingta farishtani tushirdi. 12 ming qo'shin Xunaynda yengilib qolib, 100 ta odam yig'ildi payg'ambarimiz atrofida. Allohning o'ziga ila muhtoj bo'lishuvdi. 12 ming qo'shin yenga olmagan dushmanni 100 ta qo'shinda 100 kishini qo'li bilan Alloh taolo g'alabani berdi. Bu kishilar Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmagan. Duoni faqat Allohga qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildi. Abu Bakr xalifa bo'ldi. Bilolga ozon aytishni buyurdi. Bilol roziyallohu anhu ozon aytmayman dedi. Aytasiz dedi. Abu Bakr dedi. Agar siz meni Umayyadan o'zingizga qul qilishni sotib olgan bo'lsangiz, buyuring chiqib aytaman. Agar siz meni ozod qilishligingiz Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, meni tinch qo'ying dedi. Qanday qilib ozon aytaman men? Hayya alas solah, hayya alal falah deb Rasululloh hujrasiga qarasam, Rasululloh chiqib kelmasa, men qanday toqat qilaman dedi. Rasululloh o'tdi. Oradan bir necha o'yinlar o'tdi. Quddus fath bo'ldi. Quddusda sahobalar yig'ilishdi. Butun Shom yurtlarida yurgan musulmon lashkari yig'ildi. Hazrat Umar Quddus kalitini oldi, iltimos qilishdi. Bilolga ayting ozon aytib bersin deydi. Bilol roziyallohu anhu ozon aytdi. Hamma sahoba yig'ladi. Chunki bu sahobalar Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmagan edi. Bularning duosi faqat Allohga bo'lgan. Ishonishi Allohga bo'lgan, suyanishi Allohga bo'lgan. Alloh bularni yer yuzida mukarram bandalardan qildi. Duolarimiz ijobat bo'lishi uchun Allohni o'zidan boshqaga bog'lamaslik lozim. Ixlos bilan duo qilishlik kerak bo'ladi. Shunda duolarimiz ijobat bo'ladi. Aqulu qawli hada astaghfirullah va lakum subhana robbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه إنك أنت علام الغيوب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.